Assalomu alaykum. Sizlar bilan Eldor Agro Qulupnoy. Mana ko'chatlarimiz bugun 4-dekabr 2025-yil 80 kun bo'ldi ekilganiga. Gulga kirib, mana o'sha hosillar to'kib, donlari katta ko'z tegmasin. O'zimizda har kunlik o'g'itlarimiz berib boryapmiz. Gradus 13 gradus ichkari. Ya holatlari. Hop, tuplisamiz 2 qavatli mana kilonga tortilgan ustidan. Termiz hosil qilgan 2 qavatli duga qilinmaganda ustidan 2 qavat kilonga tortilgan. Mana o'zimizning vazdushni havo beradigan apparatimiz. Ichkaridagi issiq havoni kilonkalarning orasiga haydayapti. Mana o'zi kilonkalar ishib turibdi mana. Shuni ko'rayotgan bo'lsa. Bir-biridan havo o'tib unga, yana tepasidan havo o'tyapti-da, bakoylarga beryapti. Ana bu yoqda ham xuddi shunaqa. Mana bakoylarimiz mana ishib turibdi mana. Sizlar ko'rinayotgan bo'lsa mana. Orasi где-то 25 cm kilonkani farqi bor, 2 kilonkani. Bilsamiz to'rsotiq. Nimaga bu yoqqa ko'chatlari kalta, bu yoqda katta deyishlari mumkin. Bu yoqqa ko'chat yetmay qoldi. Bu yoqqa Kingsbury ko'rdik. Endi koreyskiy soli ham bilan u aralash sal xatoy, u qo'rdik endi. Sal kech ekilgan. Bunga bir 2 oylar bo'ldi yo bo'lmadi. Issiqxonamiz to'rsotiq. 360 ta kakosiy substrat qoplari ketgan. Mana ko'rib turibsiz, holatlari mana yaxshi. Ataplenamiz hozir o'chiq. Ishlatganimiz yo'q. Elektronik pushka qo'yib qo'yganmiz. Faqat shuni o'zi isib turibdi, yetadi. Fazlari mana. Aytdi o'zi klinik kontrolni datchigi bor, hozir turibdi. Xo'p. Isitish tizimi, tashqarida 70 kilovatli katyol. Shu bilan kechqurun isitamiz, kechqurun yoqamiz. Soat 10larda, 9:30 10larga yaqin ertalab o'chiramiz soat 8larda. Ichkari bemalol 15-17 gradus o'zini gradusimizni ushlab turibmiz. Obratga qaytish 50 bo'lyapti. Qulupnoylarimizni sug'orish men sizlarga qisqacha gapirib ketyapman. Qulupnoylarimizni sug'orish tizimimiz soatiga 250 litr chiqaradigan filtr apparatimiz bor. Tashqaridan chiqib, mana 2 litrli suv berganmiz, ozuqali suv. Qulupnoylarimiz albatta bu sho'rni yoqtirmaydi. Sho'r suv umuman yoqtirmaydi. Agar sho'r yerga yoki sho'r suv beriladigan bo'lsa, vali yer bo'lsa ham kokosiy substratga ekilgan taqdirda ham sho'r suv beradigan bo'lsangiz, o'smisdan chiqadigan suv bermasangiz, qopda o'zini suvda o'zimizda eriydigan tuzlar, erimaydigan tuzlar bor. O'sha tuzlar qopga yig'ilib, tomiriga zarar yetkazadi va qurish oqibatlarini ham keltirib chiqaradi. Taglardan ko'rinishi. Endi xudo xolisa sal bu yangi ko'chat bo'lgani uchun gullashi, hosil kirish kechikib ketdi. Shunga sal qiynalyapmiz mana. Suv qaytib keladi, pastga tushib, dranerdan suvi oxiriga qarab chiqib ketadi.
isitish tizimimizda radiatordan isitish chiqib, ventilyator haydab beradi mana orqasidan. Buni ham o'zini termodatchiklari bor. Ko'rib turibsizlar, mana holati Xudoga shukr yaxshi. Xudo xolasa mana xalqimizga xudo xolasa 10 kun, 15 kunlarda уже bozorga olib chiqishni boshlaymiz. Mana qulupnaylarimiz. Holatlari yaxshi. Albatta buni biz birinchi yil ekyapmiz. O'tgan yili yerga ekkanmiz. Bizning yerlar sho'rligi hisobiga unchalik yaxshi effekt bermagan. 2 oy terganmiz, shu bilan keyin qurigan. Yerimiz 30 darajada sho'r. Qulupnoy sho'rni yoqtirmaydi. Shunga bu yil qo'ldan kelgancha harakat qilib gidroponika yo'nalishiga qaytib ko'ryapmiz. Lekin bu gidroponika yo'nalishi ham oson yo'nalishlardan biri emas ekan, juda qiyin. Albatta buni bilish uchun ozgina ilm talab qilinadi. Ustozlardan so'rab, o'rganib, bilmaganlarimizni bilib, boshqa qilib yotibmiz mana. Xudo xolasa mana endi keyingi videolarimiz terayotgan jarayonlarimiz, hosillarimiz rangi bir qip-qizil bo'lganlari va mana shu to'rsa tuxumimizdan 4670 ta ko'chat ekilgan bo'lsa, shundan necha kilo hosil terganimizgacha albatta qo'yib boramiz, ochiq oydin video qilib. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.